Assalomu alaykum. Yana kechikib deb qo'yinglar. Sorry. Soat 10 ga to'g'rilab qo'ygandim. Yana uni buni ichib bir muncha bir narsalarni qilib kamera almashtirib degandek yana kechikib chiqdim. 10 minut. Bundan keyin texnik bakrak diqqat qilay, ya. Sorry. Ko'pchilik yaxshi keldinglarmi bugungi videomda? Xitoy bayonotchilarininki Hua Chunying bilan Joli Zhenski'ninki Twitterda chiqqan bir narsaga qarab yani dushanba kuni shuna bir bayonotlarni e'lon qilib chiqdi ekan. Turib odamning kulgisini keltiradigan, turib odamning achchig'ini keltiradigan shu to'g'riliq video ishlaydi. Reaction video deb qo'yamiz odatda. Shunaqangi menga ko'pincha videolarim shuna reaction video qatorida deymiz, inkas shaklidagi, boshqalarningki videosini ko'rsatib turib o'zingizninki shu o'ylaganlarini so'zlaydigan shunaq video. Menga ko'pincha videolarim mana shundoq, hamda bu davlatlarningki shunaq bayonotlarni bergan chog'da uningga qarata deydigan gaplarimiz, inkaslarimizni faqat yozish orqali emas, bundoq video ishlash orqali shu inkaslarimizni bildirsak bo'ladi. Andan keyin bizning Uyg'urlarning ichida maxsus shundoq shu formal haqiqiy shu rasmiy javob inkas shaklida video ishlaydigan qarindoshlarimizdan birisi bor. Arslan Hidoyat deb turib Twitter'dagi shuni misol qilib so'zlamoqchi. Bugungi tema shu Avstraliyaninki askarlari Afg'onistonda qilgan ishlari. Ya'ni o'tgan hafta shu xabarlardan ko'rib turibmiz, shu Avstraliyaning askarlari Afg'onistonda 39 afg'on o'ldirib shu wrongfully killed debdi. Shu to'g'ri xabarlarni azroq birlikda ko'raylik. Masalan, qayaninki BBC News'ni ko'raylik. A long-awaited report says there is credible evidence that Australian elite soldiers unlawfully killed 39 people during the Afghan war. It has uncovered what the head of Australia's armed forces says is a shameful record of a warrior culture among some soldiers. He's apologized to the Afghan people. From Sydney, Shaima Khalil reports. These are Australia's elite troops, risking their lives in Afghanistan. Their mission was to help the people against the Taliban insurgency. Avstraliyaninki askarlari o'zininki hayotininki tahdidiga qaramay, Avstraliyaninki shu askarlari Afg'onistonda o'zininki vazifasini o'tayotdi, ya'ni yerlik xalqlarni Talibanninki hujumdan saqlash qatorliq shunaq ishlarda vazifa o'tayotgan askarlarninki mayda qilgan ishlarini credible evidence shunaqiligi guvohchilar bor ekan. 39 afg'onninki hayoti After a 4-year internal inquiry, the Australian Defence Force has revealed that what some of these soldiers did on the battleground could potentially be a war crime. These findings allege the most serious breaches of military conduct and professional values of civilians and prisoners is never acceptable. The inquiry found credible evidence that 39 Afghan men and teenagers had been unlawfully killed. Avstraliyaning askarlari Afg'onistonda shunaq teenagers bolalarni bor ichida deydi. Ashning ichida shunaq o'ldirgan qilmishi war crime, ya'ni urush jinoyatiga yotadi deb bu Avstraliyaning o'ziga mashunaq so'zlabdi. Afghan people'ga Afg'onistonlik kishilarga o'zining mushunaqalik xatoliklarni ustiga olib kechirim so'ragan nimalar borki, hozir bu so'zlayotganlarim shu. Mushlarga qarata shu 39 afghan men, teenagers wrongfully killed. Mushniki so'zlagan so'zlab ular o'tgan haftadan tortib shu biratning yaqin xabarlarda bo'layotgan, andan keyin dushanba kuni tunugun Xitoy tarafining bayonot e'lon qilib, Afg'onistonda o'lib ketgan kishilarning hayoti intayin muhim.
turib odamniki kulgisini keltirdiganlar bir gaplarni qiladi bu hozir tam birlikda ko'raylik. Lawfully killed. Allegations include junior soldiers being coerced into executing prisoners to get their first kill in a practice known as blooding, and that weapons were planted on victims to make it look like the killings were legitimate. The defense chief apologized to the Afghan people and said the alleged violations would have devastated the lives of families and communities, causing immeasurable pain and suffering. And many know that suffering all too well. This man told us about the day his brother was allegedly killed by Australian troops. We were fishing and having a picnic around noon. Hozir so'zlayotgani shu Afg'onistonlik shu odam o'zininki inisiniki qandoq inisi akisimi brother debdi. Qandoq o'ldirilganligini shu tasvirlab beradi. Avstraliyalik askarlar qishimiz keldi. Biz shu piknikqa o'xshash sirtdik. Kep inimniki beshig'i 3 pay, qo'squ 1 pay o'q etib, boshliq o'ldirdi. Mushnaq testimonilarni bergan, mushnaq evidence amsi aniq bo'lgan. Arrested my brother and took him to a corner. A few minutes later, they shot him in the head 3 times, and once in his stomach. Once they'd left, we went over and saw my brother's dead body lying on the ground. A special investigator will now be appointed to look at the findings, gather evidence, and then present it to the public prosecutor. Mushu to'g'riliq chiqqan ananiki nazir sizlar bilan tang ko'gash Xitoyninki nim deganlarini birlikda anglab o'zimizning inkaslarini bildiraylik. Manodek reaction videolarni ishlashning bizning Uyg'urlardami ko'plab chiqsin. Bir taldan ikki taldan chiqmay bo'lsa har xil tillarda shunday bir narsani ishlaylik. Xuddi guvoh videosini ishlaganga o'xshash. O'sha Xitoyninki siyosiy sahnalarda deyilayotgan gaplarga qarata o'zimizniki shunday inkosimizni bir isbotliq shundoq bir narsa bilan o'tirib shundoq so'zlab chiqaylik deb reaction video to'g'riliq so'zlamoqchi. Buningda men o'zimningki sizlarga to'xtanglar. O'shning o'ziga ham arz qilaman deb yozib qo'yay. Menga o'zimniki bir video chiqdi. O'shanda video ishlash jarayonini sizlarga ko'rsatgan. Qilaman deb yozsam chiqmadi. Birinchi o'qlam chiqdi ekan mana. Meniki videolarim arz qilaman deb mushniki video. What is traffic cam? That feeling of 100% pure. Video ishlash jarayonimi? Qaysi bir ish qilib video ishlash. Bundan meniki yana video ishlash deb ko'rsam birinchi so'zimni chiqdi ekan. Video ishlagan chog'da screen recording deb odatda buning qabi nimnasimi ketmaydi. Bir appni tushirishim ketmaydi. O'zinglarniki shu kompyuterda, alma kompyuter ishlatganlar quick time player degani bilan shunday qilib boshqalarningki videosini qo'yib qo'yib turib, amkin o'zinglar to'xtab qo'yib, o'zinglar screen recording hamda mana o'xshash movie recording qilish orqali shunday reaction videolarni ishlasanglar bo'ladi demoqchi. Meniki hozir qilayotgan ishlarim, hozir so'zlayotgan bir narsalar shu reaction video desak bo'ladi. Bundan ilgirki nurg'un narsalarni masalan bidaylar ekrandan bir narsalarni oldim, yana bir yanaki videolarini davomli videolarni qistirib olmanku. Shunga o'xshash. Ammo uningdek endi Avstraliyaniki ishlari bo'lgan chog'da Xitoyniki qo'pib qo'yadi human rights abuses. Afg'onistonniki oyatliq deb o'zinikini taxta beshiga qo'yib qo'yib, Uyg'urlarniki qilayotgan, Uyg'urlarniki beshiga kelgan Uyg'urlar qilgan ishlarini, Tibetlarga qilgan ishlarini, Hong Kongdagi kichik bolalar, yosh bolalarga qilgan ishlarini taxta beshiga qo'yib, Avstraliyaniki mandaq ishlar qiladi. Aşağı shameless emasmi deb aşağıda ketibdi. Aşağı bir inkosimizni bir bildiraylik. Bu video ishlash jarayonum ekan. Qani meniki StreamYard. Mana to'xtab qo'yib turib sizlarga Xitoyniki qo'ching nima deyman. Hozir bu yerda gap qilganim bilan baribir bir yilda anlamaydi, ko'maydi. O'zga qisqa qilib Twitterga chiqib ishlagan bo'lsam, Twitterda baribir meni qart tizimlik deb qo'yibdi. Qoching. Ay deymanmi?
Dama deb ataymizmi? Nim deb başlasa boladı endi. Xitoyning bayonotchisi Liushi. Iba vallahi xeyla. Zega deb so'zlab ketsam ha. Hozir shuni ko'rib boqaylik. Avval Uyg'urchisini ko'raylik, anannikini o'ziniki Xitoychisi degan gaplarini ko'raylik. Ma Uyg'ur TV'ga chiqqan qani Ozarbayjon armiyasi Yangi Zelandiyada turishliq Uyg'ur ziyoli Rizvangul Nurmuhammad xonimning 2017-yili 1-oydan boshlab Sharq 1-yili 379 ming Nasırlıqının bayanatçısı Hua Chunying muxbirlarni kutib yig'inida Amerikaning Hong Kong masalasida Xitoy doiralarini jazolash qaroriga javoban Amerikaning 4 ommaviy tashkilot amaldoriga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Bayonotchi Hua Washington hukumatining Hong Kong va Xitoyning ichki ishlariga aralashganligini bayon qilib bundoq dedi. Xitoy buningga qat'iy qarshi turdi va bu ahvolni qattiq ayblaydi. Xitoyning ichki ishlariga aralashibdimish Hong Kongdagi ishlarga Hey, Hua Chunying bir odamninki hayoti kishilik huquq odamninki hayotiga munosabatli bo'lsa, u hargiz bir davlatning ichida kishi bo'lmaydi. Davlatning ishiga chin taqolib uning ichida odam o'ldiradigan ish bo'lsa, u hargiz bir davlatning ichki ishi emas. Ammo Hong Kongliklar qarta mana deyilgan gaplarida-mu ayblabdimi shularni? Amerika Tashqi ishlar ministrligi 10 noyabr Xitoyning bir qism amaldorlariga Hong Kongdagi siyosiy huquqlarni bostirish sababli jazo yurgizganligini e'lon qilgan edi. Yana bir tarafdan Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoy davlat ilkidagi davlatlik elektronlik import-eksport shirkatining Venezuela hukumatini qo'llaganligi uchun jazo tizimligiga kirgizilganligini e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyildi. Buni to'xtatib qo'yib turay bo'ldi. Xitoychiniki o'zini alaylik, anoningki Nacholdijaniki Twitterda degan gapiga qarab boqaylik. Ochig'im gap. Maya bir formal undaq rasmiy formal reaction videoni ishlayapsam, shundoq so'zlab yurib, boshqalarni ishlanglar deb yurib ishlaydiganlar chiqqan. Hozircha shu bir Arslan Hidoyat ko'rinishimiz Twitterda to'xtamay shundoq reaction videolarni ishlaydi ekan. Ish bo'lmagandoshlarga barmoq belgisini besib, taqtib, retweetlab, shuni bo'lsin qilalaymiz. Hamda ma'nodagi ishlaydiganlarni aytdim, yana bir videoni shu Xitoyning o'ziga gapini, Hua Chunyingga gap qilishlarini do'rab beraysizlarga. Ko'zini shundoq yolg'on aytgancha odam ko'zini to'lishib bildi-ku. Zaxotim tamiki ochig'ini uriladigan qani bu? Australian government should apologize deb Avstraliya hukumati Afg'onistonliklarga kechirim so'rash kerak. Yana bir nima qilish kerak. Wait. Nada nima bo'lib ketdi bu?澳大利亚的一些军人在阿富汗犯下严重罪行，这是澳大利亚媒体自己报道出来的，也得到了澳大利亚国防部调查报告的确认。澳大利亚国防军司令坎贝尔就此举行了专题发布会，介绍报告的内容。报告披露的细节令人震惊和毛骨悚然，其中就包括将成年男子和男孩集中起来枪杀，或者蒙眼割喉。将2名14岁的男孩割喉后装入口袋投入河流，而且还要求新兵枪杀战俘以练手等。澳方这些残暴的罪行受到了国际社会的一致的强烈谴责。O'zlarininkicha million odamlarni so'ylab Tibetlarni o'ldirib, Uyg'urlarni o'ldirib, Hong Kongda katta 10 yoshli, 11 yoshli, 12 yoshli kichik bolalarni shu qo'lga olgan narsalarni, shu kichik videolarni, qisqa videolarni Twitterlarda ko'rib turyapmiz. O'zlarininki shundoq vahshiy qilmishlar to'g'riliq hech qanday bir narsa demaydi-yu. Va uni bir narsa deb ketibdi. Bu qilmishiga albatta biz hammamiz ichindik.
bu xato bo'lsa xato deyish kerak albatta. Hammamiz o'sha hozir elektrik bu Twitter'dagi shu Avstraliyada yashaydigan ikki faoliyatchi boshlarnikini misol qilib so'zlab qo'yay. Agar Xitoyninki odamlari Xitoy davlati turib shunday reaction videolarni ishlatsa, oproplam re-education center yoki bo'lmasa turma oproplam tutadi, so'laydi. Bunda xato ishlar tursa, mana ish xato bo'lib qoldi deb. Hamda Avstraliyaniki u ishlarning xato degan chog'dimi, hargiz u Avstraliya bilan Xitoy o'xshamaydigan bo'lgandan keyin, u Avstraliyalik faoliyatchilarningki shu ish izlarida qilayotgan ishlarida Avstraliya hukumatiningki tutgan pozitsiyasi bilan Xitoy hukumatiningki tutgan pozitsiyasini deb ma'ni hozir keyin oxirini indam olmaydi. 和声讨，澳方对我同事的个人推文反应如此强烈，是想说明澳大利亚有军人冷酷地杀害阿富汗无辜平民有理，但有人谴责这种冷酷罪行反而无理了吗？阿富汗人民的命也是命。 Afg'onlarning jini mujjon. O'tganda Black Lives Matter deb I can't breathe. Nafas olmayman deganni yozib chiqqan Twitterga bu shu o'zi. Millionlagan odam u yerda o'lyotidi, so'layotidi. O'shaniki bu shu mingmikan? 澳大利亚政府应该做的是深刻反思，并将凶手绳之以法，向阿富汗人民做出正式的道歉，并向国际社会郑重承诺，永远不再犯这种可怕的罪行。 What about your 可怕的罪行？道歉qilsin, undaq qilsin, mundaq qilsin debchi. Chinese virus Xitoydan Wuhandan tarqalgan. Shu to'g'riliq davchan qilib baqtinglarmi hozirgacha bir qatim bir ayda? Eli Italiyani, eli Avstraliyani, eli Amerikaga shu virusning asli taqilish jarayoni deb u yoqqa, bu yoqqa ishtirib yiqib. Million odamlar hozir mushtabda concentration camp deb Uyg'urlar yerda, Tibetlarni o'lyotidi, Hong Kongning ichidagi u Beijing security law deb bir narsani qilibsizlar. Kanadadagi Hong Kongliklarga mushada Beijing'niki long arms deb mushadagilarga qaras qilib mushunaqa ishlarni qilyapsizlar-yu, o'zlarinikini bir narsa demaydi, hamda ma'dayotgan gaplarni og'zini. Mayay, ohoy, qilin.應該是中國道歉吧，停止行為吧，關閉集中營吧，香港的Tibet的烏沙州。你刚才讲到，他说中国政府应该 feel ashamed。那么 Yes， 澳大利亚的军人派到阿富汗去，是不是澳大利亚政府的行为？澳大利亚有军人犯下如此残暴的罪行，澳大利亚政府是不是应该 feel ashamed？是不是应该为他们的军人在阿富汗残杀无辜的平民 feel ashamed？ What about your 残杀平民innocent people? You're killing innocent people, millions by millions. Xinhuashniki YouTube kanalidan maydan olganingmi? Bularniki gaplarga olsa sarangning ohoy. Ham shunday hozir nima shu bo'lsa shu kun tartibda nima bo'lsa shular to'g'riliq so'zlab chiqsak, shu nima shu hashtag faoliyatlari bo'lsa shularga aktivlik bilan qatnashib tursak, Twitterda to'xtamay bir narsalarni deb tursak, demakchi mayga kelgan qarindoshlar, yaxshimisizlar? Eli turib inkaslarni o'qigach so'zlashaylik. Mayadagi kim? Hay, qo'lingizni ko'tarib qo'yibsiz. Guli, nasılsın bacım? İyiyim, çok şükür. Siz nasılsınız? Twitterga chiqib, shu maxsus shu Avstraliyaninki
bo'layotgan ishlarga nisbatan Xitoyninki chiqargan yilgi tweetlarga qarshi odamninki ularniki shundoq yilgi gap so'zlari bir bayonotchi bo'lgan odamninki bir davlatning ichki ishlariga aralashdim deb turib oldi ekan. Odamninki Ren Qianwentiniki odamniki u insonlik huquq daxl tarziga uchraydigan ishni o'zininki davlatining ichidagi ish tabog'ining Okay, let's go on Twitter. Twitter'da nashe nemi yanılam açaya. Twitter'ga chiqib, mau nemninki inglizcha tashviqotdagi Arslan Hidoyatniki yo'llagan bir narsaga qarsanglar, qani bo'la. Mau The Jolly Janniki yozgan bir narsa qaranglar. Shocked by murder of Afghan civilians, prisoners by Australian soldiers. Ay. Mehvakani so. Manda haqның chiqargan rasmlardan ko'msam ko'ramayim bularniki bir narsalarni. Ularniki shu bir narsaga tweetlarga yozib berib blocked. Ananikin o'ziniki qilgan ishga. Mau nimniki ras. Necha kunning oldida olma mahsulotlari Apple products, Apple Amerikada Uyg'ur mushu forced laborga oid bir narsalar qonun loyihasiga Apple'niki yoshna qarshi lobbichilik qilayotganligi chiqqan. Ana tunugunki mau xabar qarsanglar Nike Amroqdan bularniki bir narsaga mushlarimiz forced laborni ishlatib hozir mushlarmu shu Uyg'ur majburiy emgak kuchini amaldan qoldirish mushu shirkatlarni jazolashga nisbatan chiqaradigan qonunga qarshi mushuna qonun chiqmasin deganga lobbichilik qilyapti. Nike'niki kiyimlarim oyoqlarimni ochiq tashiydigan yerga keldim, men bularniki ochig'imda. Mana bir dab qo'yib o'tib ketaylik. Ananınkin qani yilqi Badiuso degan mo'm Avstraliya turadigan faoliyatchi shu sizga rasmlaridan Yo'q. Bo'ldi. Twitterga ishlayolanglar, ismim Guli Maqsud, Guli 780 deb kirsanglar bo'ladi. Agar sho'g'andan keyin meniki bir list qarsanglar, listda mau Alice Anderson tuzgan Uyg'ur influencerlarninki tizimligi bor. Mushu tizimlikka ergishsanglar, mushu tizimlikni hozir men bu yerdan yo'qib qo'yaychi. Qo'llanishni yozib qo'yay, ya. Twitterga chiqib nima qilishinglarni bilmay qolsanglar, mushu guruhga ergishib bilan, mushu guruhning ichida 25 odam bor. Uyg'ur influencerlarning ichida mushu kuchlik ovoz chiqaradiganlar deb masalan mana Erkin Sidiq apandi, Nurgul Saud xonim, Gulzira Toshmamat, Abduvali Ayub, Rita deb bir qiz bor ekan, uningki agash kuchlari 5000 qancha bo'ldi? 5700 agash kuchisi bor ekan. Tumaris Almas, Uyg'ur Hero, Uyg'ur Bulletin, Arslan Hidoyat, Iroda Qashqarli mushammisi shu kuchlik ovoz chiqargan Twitter'dagi 25 kishining tizimligiga Bahram Sintosh, Alfred Uyg'ur, Elshad Ko'kbura, bandim, Abdug'ani Samit. Men bojimni ularning ichida deb qo'ysam. Men Uyg'ur influencerlarning ichidagi birsi. Roshan Abbas xonim, Qizat Altay, Ruqayya Turdish xonim, Tahir Iman, Xumar Isaqu qizil patpat bir narsani yo'llaydigan hozir oz yo'llaydigan qoldim nima? Ota-onasiga kirib ketib, necha kundan keyin shu ashilaqi China South Morning guvoh videolarni ishlab shundoq tezlam ota-onasini ichib qoldi yosh qizlar uchun ochsan keladi. Uyg'ur influencer deb izlasanlar bo'ldi. Alice Anderson tuzgan.
Men bularni özümniki bir qıtımlıqılıqı Twitter janchilari deydigan bir videomda şu maxsus har qaysi tillardagi birdan shu tushundirgan bir Xitoycha tildagi, ingliz tildagi, arab tildagi, turkcha tildagi shundoq Twitter'dagi janchilarimiz deb birdan tunishtirganda shular bor. Mana men Facebook'ga yo'llab qo'ygan deyman. Mushu Uyg'ur influencers degan guruhga agishib olib, shu nima qilishinglarni bilmay qolsanglar, shu guruhni chekiriblam, shu to'xtimi shularningki ichida shularningki bir narsalarni retweetlab qilsanglar bo'ladi. Undaq bo'lsa shu bugungi videom shunchalik bo'lsin. Men yana nima demoqchidim? Ikki Xitoyga ikki bayonotchisi bayonotni berdigan haq inkas qilganlarni o'chirdigan hamda bu cho'ng bir davlatningki odamlari to'xtamay qor tizimniki tiqsa ajab bir Xitoyninkilar bayonotchilar shunaqa qilamdikan deyman. Boshqa bir davlatlarnikini sizlar bir yerda uchirib baxtinglarmi yo'qmi? Boshqa davlatlarning undaq qiliqi embassylar, elchixonaniki bosh elchilari yoshnaqlar shu Xitoylarning ichidan barliq Uyg'ur faoliyatchilarning hammasini birdan chiqib gap qilganliklar bo'lsa to'xtamay qor tizimniki tiqib mangadi qarshi gap qilsam. Birisi qarshi gap qilsa tiqadi. Men dastlabda o'tgan yil deyman, bu yil shu birinchi, ikkinchi shu virus boshlangan mezgillarda bu videolarni ishlab to'xtamay men tilab ketgan chog'da men shu chog'larda qor tizimniki tiqadigan. Keyin nima desam deyman, savoy deb anaki bir yigit keldi, qor tizimniki ichidagi namsini pokiz hamsini chiqardim. Partiya to'g'riliq bir videolarni ishladim. Ikkala partiya meni qor tizimniki tiqyapti deb o'ltasam, bir partiya yana qor tizimnikidan chiqarib qo'yibdi-ku, nima bo'ldi bilmadim. Qor tizimnikidan chiqarib so'z xotirlarining ichidagi ovozliqlarni hammasini yuvib etib degandek bir ishlar bo'ldi. Uni men atilik bilan bir nimasiga yo'l qo'yib qo'ydim. Birlikda ko'rsak shu hozir shu Cumhuriyet Partiyasininki qilayotgan ishlari to'g'risida yana shundoq to'xtamay bir narsani ko'rsatib, xalqqa ko'rsatib, mundaq ishlar bo'ladi. Ma'noningki foydasi mundaq, ziyni mundaq degandek ayrim ko'rsatib, isbotlıq bir narsani so'zlayotgan. Hozir men ko'rayotganlarning ichida 9'lar bor ekansizlar. 9'lar bo'lsanglar 6 odam ustiga bosh barmoqni beribdi. Ko'rish jarayonida bundoq ustiga qaraganda besib qo'yinglarchi. Andan keyin atlikki programmamda, atlikka o'xshash vaqtda soat qanchaga to'g'rildim? 12 ga to'g'rildim-ku deyman. Atlikka maxsus shu bir tushuntirishga yozib qo'ygan atlikki programma degan davomli ko'rishaylik. Bugun so'z aytganim shunchalik. Bu ikki Xitoyninki bayonotchisiniki qilgan gaplariga qarata shundoq biz ko'plagan boshqa tillardami shunaqa reaction videolarni ishlaylik, video ishlash usullari oddiy deb o'zimninki bir video ishlash jarayonini ko'rsatgan bir videom bor. Uni o'ylay turib shu videoning ostiga yozib qo'yaman. Screen recording qilib boshqalarningki videosiga nisbatan har bir yig'iz gapiga nisbatan o'zimizniki inkosni ochig'imizni degandek so'zlar olsak bo'ladi. Xitoyninki odamlar qilingan ular undaq reaction videolarni ishlasa oqibati qanaqa bo'ladi? Ularniki oilasiga degandek, anondikin o'zi tutilib ketadi degandek. Masalan, bizniki Uyg'urlarning ichida misol qilib olaylik, Xitoyning ichida turib Murodil Asan videolarni ishlab qo'ydi. 3 kun, 4 kunlik turdi, anonkin 5-kuni bo'lib bo'lmaylarman, anonkin tutilib ketdi. Shunga o'xshash, lekin Avstraliyaniki bo'layotgan bu ishlarga nisbatan aytgan chog'da o'z davlatininki xato ishlarini xato deyish, har qachon har vaqt shu haqiqat ustida turishimiz kerak. To'g'ri bo'lsa to'g'ri deyishimiz kerak, xato bo'lsa xato deyishimiz kerak.
Men şunda hoş boldum, o Arslan Hidayet özü Australian citizen bolgandan keyin aşı özüniki dövletininki şu işlere qarta özüniki pikirlerini hemsini ochiq aşkar yezalatıdı. Anan keyin aşı dövlet uchunki o Australiya hökümeti onda özüniki dövletining ichida undaq to'g'ri bo'lsa to'g'ri, xato bo'lsa xato deganlarga bundaq haqiqat ustida turganlarga to'g'ri gap qilganlarga berib, uninki oilasidan tutib ketadigan, Xitoy qildigan ishni qiladigan davlat emas. Bizninkimi chet elda turayotgan har qaysi davlatlarda yashayotgan Uyg'ur faoliyatchilarimiz shunday reaction videolarni ishlab so'zlashimiz kerak. Xato bo'lsa xato deyishimiz kerak. Menimi Facebookda shunday tilab ketgan bo'lsa chiqib mana dedim deb bir gap qilib qo'yish kerak edi asli. Haq men tilab ketgan chog'da ishnim demay. Anan keyin men chiqib mundaq bo'lishi mumkin deb bir videolarni ishlab qo'ysam, anan keyin inkos bildiradigan. U bo'lmag'ini u to'g'riliqmi meniki yana ayrim gapim bor. Shu davlat qurish qanday bo'ladi deydigan yana bir temam bor. Shu davlat qurishniki nimalari to'g'riliq shu to'rdan UN ga tizim tush jarayonidagi shunaqa tafsiliy bir step 1, step 2 tafsilotini tunishtiradigan shunday bir nimalarimiz bilan o'zimizdagi mustaqillik bo'lgan orliqimiz qanday degan to'g'risida bir muncha bir narsani izlangan u to'g'riliq ayrim video ishlamoqchi. Shu chog'da meniki yana deydigan gaplarim bor. Bugungi video asosli shu Xitoy bayonotchilarininki degan gaplariga qarata o'zimizniki o'ylaganlarni mayda damdikin desam Muborak Litip degan qirinishimiz saqlab chiqib qoldi bu g'oy. Shu minut kechikib chiqdim yana. Mavo nemisim bo'g'idi. Bizningki YouTube kanallarimizda men pidaylar ekrandan pat ko'rmanchu. Har qitim naq maydon qilgan chog'da chiqib ko'rman, lekin o'sha 70-80 odam bo'lsin oyda 3-4 ta linkas jimjit o'tirib ko'ramizda. Anan keyin boshqalarninki nimalarimi bor. Naq maydon qilgan kanallarninki kirib inkaslariga qarab baqsanglar degan yilqi ko'zimiz yetishmaydi yilqi inkaslarni o'qib bo'lganqa. Bizningki shu darajaga texi bormidi. Men qachon bir o'zimninki YouTube kanalini xuddi oshnog'inki o'xshash yilqi ashtaq inkas bildiradigan yaxshi bo'lsin-do, yomon bo'lsin-do. Qani bu o'zan xoin deb tillaydiganlar bo'lgan ular yo'q bugun. Qaraganda atlikki programmamni chiqib qolamdi ya. Ashtaq inkasimizni bildirishimiz kerakdi. Onunki o'lishkilam ishlangan bir videomda shunday uzunchi xatlarni yozib shuna qo'shib qo'ygandim men. Inkaslarni bildirib, savollarni so'rab degandek. Bo'lsa shunday qachon qila olaman u masalan men buningdek o'zimninki shu butun aloqalish undaq Telegram'daki, Skype'daki, Twitter'daki, anan keyin WhatsApp'daki nomerlarimni yozib qo'ygan. Shu hozirgi intizorininki qilayotgan naq maydon suhbatlari bor bu. Men ilgari to'liq ko'radigan shu naq maydonda boshqalarga telefon qiladigan, shu Amerikada turib, shu Xitoyniki yo'ling bilamdi, har qaysi page so'lar bilamdi, shu yerlik shunaqa hukumat xodimlari bilamdi, shularga bevosita telefon qilib, boshqa ishlaydigan bir programmalar bo'lgan, shunda bir qiziydigan uninki. Qachon meniki YouTube kanallarimda shunday qila olaman deb xeli bo'lgan va o'ylag'ili. Endi men u oldingi qitimdan boshlab men vositadagi aloqalash nomerlarimni chiqarib qo'ydim. Qani keyingi videolarimda, keyingi naq maydon qilganlarda ko'pchilikning tanlashib berishini, partiya so'zak partiya, Cumhuriyet partiyasi to'g'riliq so'zlaydigan bir muncha videolarim chiqadi. Aşağılarda o'sha naq maydondagi ponsosi kiponi qila. Mana nomerim turibdi. Facebook'ta choplaydi ekan u bir inkasni hammaga telefon qilsa olmaydi ekan. Telefondan bir til olmaydigan ashtamni qilib o'tib boshqa shu. To'xtamay inkas choplab bizning qiziq haqlarda mana bundaq ochiq maydon qilib, ana aniq telefon nomerlarini aloqalash moningdek telefon nomeri shetkisimiz ma Telegram'ninki, Skype'ninki nomerlarini chiqarib, shunaqa naq maydon qilib, inkasinglarni menga bildiringlar desa, uni qilmaydi ekansizlar. Facebook'dan boshqa maqomsizlar, yo shunday inkas yozgandan boshqani. Bugungi naq maydon suhbat tugadi.
birisi şu reaction video işleş doğruluq demekçi. Reaction video işlegen çağda şuna qo'zanlarni alıntık kompüter işletan bolsunlar. QuickTime Player degan işletiplam, screen recording bilan movie recording işkisini ta'min etiplam işlesanlar bo'ldi. Avstraliyaniki askarlari Afg'onistonda qilgan o ishlarga qarata Xitoyninki degan gaplarga bizning deydigan gaplarimiz bor deb shundoq Uyg'urlar concentration campning ichida, Tibetning peshak kelayotgan o'killar, hozirgi Hong Kongning ichida bo'layotgan ishlar, namoyishchilarni bostirishi, kichik bo'lsin, teenager demay ularni tutib ketishi qatorliqlarni shu o'tirga chiqib, boshla qarta nima deysa, xalqninki ularni hammasini o'zining internal affairs, ya'ni o'ziniki davlatniki ichki ishi deb bilib, boshqalarniki kelgan chog'da sening davlatniki u ichki ishi emas, sen unda qilishing kerak, bunda qilishing kerak deganlarga nisbatan aytgan chog'da bir inkosimizni bildirish deb uni so'zladim. Hozir bilan Jolly Jamali General ismimda o'qiyniki. Twitterga chiqib ularni misol oldim, YouTube'dan ularniki videolarini nim qildim. Shundan tugabda bugungi videolarim hamsa. Shu 20 soat 40 minut atrofida degan, hozir 35 minut o'tdi. O'qituvchi kasbiy kasal bo'yicha 40 minut so'zlashim kerakdi. Qo'ldan samushinchik bo'lsin, atki temam YouTube'da schedule qilib qo'ydim yana. Ko'rib olsanglar bo'ladi, ostiga tushuntirishlari bor, YouTube olinish kanallari bor degandek. Vaqtinglar chiqsa, meniki YouTube kanalimga kirib, shu playlistning ichida işte maxsus her bir nimaga qiziqsanglar, masalan Kanadadan kelgan shu viza ishlarga qarta ishlangan videolar bor, Kanadadagi turmushda bu sayohat videolari bor. Vaqti chiqqanlar hamda Cumhuriyet Partiyasining qo'llovchilariga maxsus bir tizimni kechib qo'yib, shu yerda shuningga oid hozir 24-25 video bor deyman. Shularni bir ko'rib yiqib, bu Uyg'ur da'vosidagi ziyonliq bo'lgan mundaq ishlarni bir ochiq tunishimiz kerak deb shu isbotliq bir muncha bir narsalarni shu to'xtamay yo'llayapman. Kelarki qitimliq naq maydonimdimi shu to'g'riliq yana aniq ochiq gap qilmoqchi. Tashkillangan yaxshi, tashkillanganiga bir ish qilinglar deb keldim. Ular yerda ish qilmay xalqning undaq ideyasini kontrol qilish, harakatini kontrol qilish, undaq ishlar bilan mümkün o başkalar bilan paranlaşır, siyasi yürüyüş jarayonlarida to'xtamay o'zimizdagi tashkilotlarni yo'q ishlar bilan ayblab, muntahi necha soatdan oldin bir video chiqarib qo'ygandim, uni ko'rib beqishinglarni tavsiya qilaman. Shunlashqa meniki shu videodan keyingi naq maydon programmam tashkilot qurib, tashkilotlarni yo'qotish deb shuningdagi bir qism isbotliq bir narsalarni boshda siyosiy yurishlarda mundaq xatoliklar bor. Andan keyin boshqalarga gap qilgan chog'da shunday o'tirga chiqishim hech bo'lmaganda bundan keyin haqqa gap qilgan chog'da, siyosiy yurinish qilgan chog'larda boshqa yosh bolalarga to'g'ri ideya bilan gap qila, uni sukib, buni sukib, hammasini sukib undaq qilishlar keyin yaxshi emas. U necha minglab hozir 1500 bor. U necha minglab undaq butun tashkilotlarniki qilgan ishni yaratmaydigan, undaq qilmaydi, bundaq qilmaydi, ular chuqur undaq qilgan bo'lishi mumkin, necha akkauntlarni ichib haqni tillaydi degandek isbotsiz undaq gaplarni u siyosiy yurishda undaq yoshlar undaq o'gitish faqat partiyaning nom to'g'ri, boshqa tashkilotlar hech nima qilmayotdi deb o'zingiz hech nima qilmayotgan shundoq ishlarga nisbatan aytgan chog'da yana meniki so'zlaydigan bir muncha videolarim bor. Undaq bo'lsa keyingi qatimliq naq maydonimda ko'rishaylik. Hozir shunchalik bo'lsin. Reaction video ishlaydiganlar meniki iliq bir videomni ko'rib yiqqanlar, reaction video ishlash jarayonini ko'z tutishni, andan keyin bo'lsa YouTube'ga chiqib o'zinglarningki turmushini xotirlab maqamsizlar yo Facebook'ga to'xtamay bir narsalarni yo'llagan o'xshash YouTube'mi bir yaxshi ya mayli o'zinglarniki oilasiniki nim bilan bu o'zinglarniki sayohat ishlari bilan bu yoki o'zinglarniki kasbiga oid bir narsalar bilimlar bilan shundoq xotirlab yaxshi YouTube degan bir yaxshi sahna.
Meniki mazmunlarım xeyli bir narsalarga oid xeyli ko'p. Undaq bo'lsa, atki naq maydonimda ko'rishamdiq. Xo'shamsa Allohga manat. Inkaslarımızlarıma 2, 3, 4 inkasını okup oldum. Atlikim kelip qatnashib, taqdim bağdım paranglashqash, radiyalaringizlarni mushak yezib, naq maydonda inkasingizlarni o'qib, nima so'rasangizlar savollaringizga javob berib, shunaqa naq maydon qilaversa, atki programmada ko'rishaylik. Hammangizlarga go'zal kunlar, xayr xo'sh.